ich qotishi, qabziyat bilan qiynalib kelgandilar, dori darmonlar ichkari keltiruvchi Picalax, Sinadexin, Sanor, Difalax ichmagan dorilar qolmagan, lekin ichlari mustaqil kelmagan. Ya'ni klizmani ham qilgan, o'sha klizmada ham ich qotish boshlagan bemorda. Demak, bemor asosiy muammosi bemorda ko'rishingiz mumkin ichak uzayishi. Ya'ni mana bu qismda ichaklar uzayib ketgan mana. Ko'rib, mana bu qism yuqoriga yopishgan, ichagi mana bu qismlari umuman ishlamaydi. Silliqlashib ketgan. Bunaqa qovurg'alari yo'q ichaklarda. Bu ichak ishlamayotganligidan dalolat beradi. Bu ichaklar zararlangan, demak, ichakda itarish belgisi yo'q, ya'ni kuchi yo'q. Demak, bemorda biz qabziyat uchun bajariladigan operatsiya bajarib beramiz. O'zimizning maxsus usul bor. Professor Matkuliyev usuli deb ataladi. Shu usuldan foydalanib, demak, bemorni operatsiya qilib davolab beramiz. Dori darmonlardan qutuladi. Bemor ichlari mustaqil kelishni boshlaydi. Kimda shunaqa qabziyat bilan bog'liq muammo bo'lsa, dalihasigma, megakolon, dalihakolon kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar, biz sizlarga yordam beramiz. Rahmat.